Assalomu alaykum. Ushbu dasturimiz orqali Nasiba Abdullayeva haqida ma'lumot berib o'tamiz. Nasiba Abdullayeva 1961-yil 15-noyabr kuni Ko'hna va Navqiron Samarqand shahrida Melik Yarmuhammedov oilasida tavallud topdi. Maktab bilan bir vaqtning o'zida musiqa maktabining akordeon bo'limiga borgan. Maktabdan so'ng Nasiba Abdullayeva o'z omadini sinash uchun hujjatlarini arxitektura institutiga topshirdi. Xuddi shu vaqtning o'zida uni maktabga taklif etishdi va musiqa o'qituvchisi lavozimida ishladi. Bir qancha vaqtdan so'ng esa jozibador ovoz egasini Samarqand vokal instrument ansambliga solist etib tayinlashdi. Musiqa maktabida o'qib yurgan kezlaridayoq katta sahnalarga chiqib yurgan Nasiba qo'shiq va san'at hayotining mazmuniga aylanishini sira o'ylamagan ham. Nasiba Abdullayeva ijodi davomida juda ko'plab xalqaro tadbir va festivallarda ishtirok etgan hamda gastrol safarlarida bo'lgan. Xonandaning repertuari juda ham boy. U o'zbek, rus, turk, ozarbayjon va fors tillarida qo'shiq kuylay oladi. Xonandaning ko'plab qo'shiqlari hit darajasiga yetgan. Ular Barigal, Samarqand, Aylanay, Baxt o'zimdadir, Sog'inch, Umr bahori, Eslanar, Ko'ngil bog'imdan va Yetti javohir qo'shiqlaridir. Nasiba Abdullayeva ijodi davomida ko'plab mukofotlarga erishdi. Hukumatimizning tomonidan ta'sis etilgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist hamda O'zbekiston xalq artisti unvonlariga ham sazovor bo'lgan. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Hali hammasi oldinda.